Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, hurmatli qo'shtepaliklar. So'nggi 8 yil mobaynida Qo'shtepa tumanida ijtimoiy-iqtisodiy sohalarda keng ko'lamli bunyodkorlik ishlari amalga oshirildi. Yurtimizda mavsumiy o'zgarishlar hayotimizning barcha jabhalariga bevosita ta'sir etadi. Ayniqsa, kuz-qish mavsumida aholi hayoti, ijtimoiy soha obyektlari va infratuzilma tizimlarining barqaror faoliyat yuritishi uchun oldindan puxta tayyorgarlik ko'rish g'oyat muhim hisoblanadi. Qo'shtepa tumanida O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2025-yil 21-iyuldagi iqtisodiyot tarmoqlari, ijtimoiy va energetika sohasi obyektlari hamda ko'p kvartirali uy-joy fondini 2025-26-yillar kuz-qish davrida barqaror ishlashga tayyorlashni ta'minlash chora-tadbirlari to'g'risidagi 453 qarorining ijrosini ta'minlash maqsadida kuz-qish davriga tayyorgarlik ko'rish va uni betalafot o'tkazish, iste'molchilarga yoqilg'i energetika resurslarini barqaror yetkazib berish hamda ularni tejash bo'yicha tegishli ishlar amalga oshirilmoqda. Birinchidan, 2025-2026-yillar kuz-qish mavsumiga puxta tayyorgarlik ko'rish maqsadida jami 21 ta ijtimoiy soha muassasalari, jumladan bitta maktab mukammal ta'mirlandi hamda 9 ta umumta'lim maktablari, 11 ta maktabgacha ta'lim muassasalari joriy ta'mirdan chiqarildi. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2025-yil 12-sentyabrdagi 05/1-3292 sonli topshirig'iga asosan Qo'shtepa tumanida kuz-qish mavsumiga puxta tayyorgarlik ko'rish maqsadida tuman hokimining tegishli farmoyishi qabul qilindi. Qo'shtepa tumanida jami 114 ta ijtimoiy soha obyektlari, jumladan 50 ta maktablar, 40 ta maktabgacha ta'lim muassasalari, 22 ta sog'liqni saqlash muassasalari, bitta bolalar sport maktabi, 2 ta texnikumlarni kuz-qish mavsumiga tayyorlash bo'yicha tuman hokimligida shtab tashkil etildi. Shuningdek, ijtimoiy soha obyektlarini xatlovdan o'tkazish bo'yicha tuzilgan ishchi guruh tomonidan kunlik o'rganishlarda aniqlangan kamchiliklarni bartaraf etish choralari ko'rilmoqda. Ikkinchidan, elektr taqsimlash tarmoqlarini mavsumga puxta tayyorlash maqsadida 105 km elektr uzatish tarmoqlari hamda 40 dona transformator punktlari mukammal ta'mirlandi. Shuningdek, 326,6 km elektr uzatish tarmoqlari hamda 112 dona transformator punktlari joriy ta'mirlandi. 8 dona transformator rekonstruksiya qilindi. 12 dona qo'shimcha yangi transformatorlar o'rnatildi. Avariyali uzilishlarni qisqa muddatda bartaraf etish maqsadida jami 5 ta avtotransport vositalari, 5 ta brigada va 26 ta xodimlar shay holatga keltirildi. Mavsumga tayyorgarlik ko'rish uchun 8 dona tipi, 500 kg transformator moyi, 200 kg ochiq simlar hamda 70 dona boshqa materiallar zaxirasi yaratildi. Tabiiy gazni kafolatli yetkazib berish hamda gaz tarmoqlarini mavsumga tayyorlash maqsadida 2 ta gaz taqsimlash qurilmalari ta'mirlandi. 67 ta gaz taqsimlash qurilmalari ko'rikdan o'tkazildi. 16 km gaz quvurlari zishlikka sinaldi. 39,5 km yer osti gaz quvurlari texnik ko'rikdan o'tkazildi va 20,7 km gaz quvurlari tartibga keltirildi. Shuningdek, hududlarda 30 ta gaz taqsimlash qutilari demontaj qilindi. Tabiiy gaz ta'minotini 2 bosqichli tizimda o'tkazish bo'yicha 2302 ta xonadon 2 bosqichli tizimga o'tkazildi. Avariyali uzilishlarni qisqa muddatlarda bartaraf etish maqsadida jami 4 smenali 12 nafar xodimlardan iborat avariya dispetcherlik xizmatlari tashkil etildi hamda 2 ta avtotransport vositalari, 2 ta avariya tiklash guruhi shay holatga keltirildi. Shuningdek, aholiga uzluksiz gaz yetkazib berish maqsadida mavsum uchun 200 kg karbid, 280 metr turli hajmdagi gaz quvurlari, 8 ta kislorod ballonlari, 200 kg moylash mahsulotlari, 10 ta berkitish moslamalari va 2 ta generator zaxirasi yaratildi. Tumanda jami 39,200 ta xonadon doimiy ravishda suyultirilgan gaz bilan ta'minlab kelinmoqda. Iste'molchilarga 2025-yil boshidan 4220 tonna suyultirilgan gaz yetkazib berildi. 2025-2026-yil kuz-qish mavsumida aholiga 3060 tonna suyultirilgan gaz yetkazib beriladi. Maishiy gaz ballonlariga suyultirilgan gaz to'ldirib beruvchi bitta gaz to'ldirish shoxobchasi va 2 ta maishiy gaz ballonlarini sinovdan o'tkazish markazi faoliyat yuritmoqda. Uchinchidan, 49 ta mahalla fuqarolar yig'inlarida yashovchi aholi va ijtimoiy soha obyektlariga kuz-qish mavsumi uchun 26600 tonna ko'mir yoqilg'isi yetkazib berish rejalashtirilgan. Sohada amalga oshirilgan ishlar natijasida hisobot kuniga qadar iste'molchilarga jami 3745 tonna ko'mir yoqilg'isi yetkazib berildi. Xususan, ijtimoiy soha muassasalariga jami 3500 tonna
hamda aholi iste'molchilariga 245 tonna ko'mir yoqilg'isi bilan ta'minlandi. Tumandagi tadbirkorlar tomonidan 8 ta mahallalarda yashovchi aholiga 650 tonna import ko'mir mahsulotlari yetkazib berildi. Bugungi kunda ko'mir yoqilg'isini olib kelish va tarqatish ishlari uyushqoqlik bilan olib borilmoqda. Aziz qo'shtepaliklar, ma'lumki, har yili kuz-qish mavsumi yangi sinov va mas'uliyatlarni olib keladi. Bu fasllarda xalqimiz uchun issiq va xavfsiz sharoit yaratish, elektr va issiqlik tarmoqlarini uzluksiz ishlashini ta'minlash, ijtimoiy obyektlarni tayyor holga keltirish asosiy vazifalarimizdan hisoblanadi. Tumanda iqtisodiyot tarmoqlari, ijtimoiy soha obyektlari va ko'p kvartirali uy-joy fondini kuz-qish mavsumida uzluksiz va betalofat ishlashi hamda aholidan kelib tushadigan murojaatlarni tezkorlik bilan hal qilish, nosozliklarni qisqa muddatda bartaraf etishlari shtab tomonidan muntazam ravishda muvofiqlashtirib boriladi. Kommunal soha tashkilotlari tomonidan elektr va tabiiy gaz qurilmalarini barqaror ishlashini ta'minlash va yoqilg'i resurslarini uzluksiz yetkazib berish choralari belgilangan. Tumandagi ko'p kvartirali uy-joy fondini kuz-qish davriga tayyorlash, jumladan ularni ta'mirlash, ichki muhandislik kommunikatsiya tarmoqlarini soz holatga keltirish, kuz-qish davriga tayyorlash ishlarining puxta va sifatli bajarishni tegishli mutasaddilar tomonidan doimiy nazoratga olinadi. Aholiga va ijtimoiy soha obyektlariga zarur miqdorlarda yoqilg'i energiya resurslarini yetkazib berish bo'yicha muntazam ravishda mahallabay tizimida o'rganishlar olib borib, ajratilgan resurslarni bir maromda yetkazib berilishi ta'minlanadi. Tuman hokimligi va shtab a'zolari bilan birgalikda 2025-2026 yil kuz-qish mavsumini xavfsiz va betalofat o'tkazish uchun zarur chora-tadbirlar belgilandi. Bu choralar doirasida puxta va tizimli ish tashkil etib, mavsumni barqaror o'tkazish uchun barcha imkoniyatlar safarbar etiladi.